judayam katta qarz. Uzib $10,000 qolganda hech ham bir ilojini qila olmay qoldik. U qo'shni, bu qo'shni, u qarindosh, bu qarindosh hech kimdan topilmay qoldi. Oxiri dadam rahmatlik ko'chamizni boshidagi magazinchi Hoji akani oldiga chiqdilar. Hoji aka bilan gaplashsalar, mayli men beraman, Xudo uchun beraman. Befoiz, beevaz beraman. Faqatgina bitta sharti bor-da. Mana nima sharti? Uyingizni meni nomimga o'tkazib berasiz debdi. Notarius xizmatini to'laysiz, yana qaytarib olayotganingizda ham notarius xizmatini qilsangiz, mendan sizga yordam $10,000 vaqtida bersangiz bo'ldi Hoji aka. Xo'p bo'ladi. Uy hujjatlarini olib chiqib notariusda oldi sotdi qilib Hoji akani nomiga o'tkazishibdi magazinchini. Xudoning qudrati bilan deyapti o'g'li. 10 kun 15 kun o'tganda uyimizni pul bosib ketdi deydi. Kechasi kunduzi pul kiryapti deydi. Aytilingan joylar, qilingan ishlardan shunaqa pul kirdiki, katta umumiy qarzimizdan 10 barobar katta pul keldi dedi. Chunki niyat berishligida dedi. $10,000 olib ajratib magazinchi Hoji akani oldiga vaqtidan oldin chiqib, Hoji aka mana rahmat, bizni xijolatchilikdan chiqardingiz. Men $10,000 olib qo'ying desa, nima deyapsiz? Ha qarzimiz, qarz bas. Qarz bas nimani tushunadi? Zakoti deb tushunadimi? Endi qarangki, nima bo'ladi Hoji aka desa, uyingizni men sotib olganman debdi. Hoji aka, bu uyim Toshkentdagi parkent nimasida $300,000 joy bu. Unaqa $10,000 bas, bor xolagan joyingga bor. Qog'oz gapiradi, men oldi sotdi qilib olganman. Bor yo'qoldi haydab yubordi. Eshik tagiga chiqib, mol achchig'i, jon achchig'i o'ylanib o'tirib, bola chaqasi bilan, kelin, nevaralar bilan ko'chada qolishligini o'ylab, gursatib yiqilibdi-da. Og'zidan oq ko'pik kelib, doktor chaqirib, doktorga olib borsa, insult bo'lib qopti. 3-4 kun yotgandan keyin doktor chaqirib, davo oldiga yurmayapti, olib ketaveringlar, o'lib qolsa qiynalasizlar. Uyga borganda o'lgani yaxshi, chunki hujjatlar kam bo'ladi deb uyga javob berib yuboribdi. Xotinini chaqirib, xotiniga bitta varaq, ruchka, konvert olib keling debdi. Xotiniga aytib turibdi, yozibdi. O'g'lini chaqirib, o'g'lim shu omonat, shu magazinchiga berasan, men o'lganimda yuvib, kafallab, masjidga namoz o'qigani chiqib ketilayotgan paytda magazinda oldiga to'xtaginda shu xatni magazinchi hojiga berib qo'ydi. Dada, hali yoshsiz, tuzalasiz, qancha odam tuzalgan bu kasaldan. Siz yoshingiz katta bas bo'lsa,